Bizning videolarimiz ko'pchilikga manfaat tegandan xursandmiz. Qaranglar, 4 kun oldin Zarifjon akam shunaqa Nejavikadan perelak qilib berish xizmatini reklama qilgandik va sразу zakaz olibdilar. Uydagilar ham xursand, xudo xolasa aytilgan narsalar chiroyli qilib beryaptilar. Yangi O'zbekiston shu Qo'qon tomonidan sразу zakaz tushibdi. Bu xonadonimizga nech puldan bo'lyapti va yana shunaqa telefon qilib chaqirishadigan bo'lsa, qanaqa bonuslari bor, o'zlaridan so'raymiz. Qaranglar, birinchi o'rinda har bitta pog'onasi 100 kilodan bemalol ko'taradi. Endi undan tashqari men o'zim osilib turadigan bo'lsam ko'taradimi deganlarga bemalol ko'taradigan bo'ladi. Bu degani yosh bolalar bo'ladi, boshqasi bo'ladi. Osiladi, etik ketmasligi uchun anchagina xizmat qilib berar ekan. Keyin qaranglar, agar eski o'zimizni temirlardan suvarishlar o'ziga aytsalarni qilib berishaveradi, zo'r bo'ladi, arzon bo'ladi, lekin xizmati uzoq bo'lmaydi. Har yili kraska qilasiz, qatidir zaylab ketadi yo nimadir bo'ladi. Divayni расходga tushadi. Shuning uchun hozirgi kunda 90% xonadonlar shunaqa nirjaveyka perelarga o'tyapti. Sababi umri uzoqroq bo'ladi. O'zlaridan bir boshdan so'rab o'tamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Zarifjon aka, charchamayapsiz? Uydagilarga ham kirishimga uka sizni kanalingizdan ko'rdim. Sira chaqirdim, reklama chiroyli chiqibdi dedilar. Endi yana bir qator ma'lumot bersak aka, bu xonadonimizga necha metr bo'ldi? Bu xonadonimizga 16 metr. 16 metr bo'ldi, общий. Xo'p, aka bir boshdan ma'lumotni bersak, mustahkamlik uchun nima narsalar yechim qilgansizlar? Endi kimdir bu yerga temirlarni qo'yib ketadi, kimdir qo'ymaydi aka. Mustahkamligi uchun agar kafel bosib qo'ydim, peril o'rnatgani temirlar chiqarib ketmaganman desa, unda muammosi yo'q. Biz o'zimiz chiroyli qilib teshib, mashg'ulotda temir qo'ygandan ham mustahkam qilib ankellar bilan qotirib beramiz. Ha, demak, ankellar o'zi kulishlarda qatirilib, garantiyasi bor, hech ketmasin. Garantiyasi bor, servis xizmati bor 1 yil. Keyinchalik mabodo chiqarib foydalansa ham bo'laveradi. Granitlariga zarar yetmaydi. Keyinchalik alishtiraman desa ham butun holda chiqaveradi. Zo'r. Siz aytganingizdek, ko'pchilik shunaqa granit qilib qo'ygandan keyin temir qo'yib ketmabman, endi buni yorish kerakmi yo turba qoqish kerakmi deysham. Bunaqa qilish hojati yo'q. Yo'q, xudo xolasa. Ustunlarimiz mashg'ulotda qo'yilaveradi. Ustunlarimiz shu chiroyli qilib o'tgan safar ham aytgandek, klientlarda xohishiga qarab ketaveradi, shundan qo'yib beraman. Mana hozir tepaga ikkita ustun, betga bitta. Bu qatorga ham qo'yamizmi bittani? Yo'q, orasiga o'zini kichkina. Ha, o'zini stoykalarni qo'yiladi. Juda ham chiroyli chiqyapti ekan. Qaranglar, mana bu tomonimizga ham qilib berilgan darvozaxonadan kirilganda betga 3 ta qo'yilgan ekan, aka. Ha, bu joyga 3 ta qo'yilgan. Bu tarafimizda mana boshiga bitta qo'yganmiz, o'zini ichida обычный stoykalari qo'yilgan. Bu o'zini narxi ichida ketadi bu stoykalar. Ichida u alohida hisoblanmaydi. Alohida hisoblanmaydi. Bu boshida tumba alohida metrdan tashqari. O'tgan safar aytganimizdek 500 mingdan donasi. Bundan baland stoykalarimiz ham bor, narx. Bundan arzonlari ham bor. Arzoni necha pul chiqadi? 400 mingdan. 400 ming chiqadi. Endi aka shunaqa tumbalarimizni nechta qo'yish kerak bo'ladi mustahkamlik uchun? Mustahkamligi uchun joyda holatiga qarab, joyda maksimalni orasi 1,5 metr, 1,60 bo'ladi. Bo'lish kerak, kitobi bo'yicha shunaqa xizmatni qilib berishdi. Katta tumba qo'ysangiz, shu 1,70 gacha qo'ysa ham bo'laveradi. O'zining обычный tumbasi shunaqa 1,5 1. Endi mana shu joydan kelib chiqqan, agar shu holatlarga bo'lsa tavsiya qilasiz. Xo'p, endi bu tomonlarga bo'lsa, mana shunaqa holatda bo'lsa bitta qo'yib qo'ysa bo'ldi. Chiroyli. Uyda egalariga ham nima deydi? Ko'p qimmatga tushib ketmasligi uchun, rasxod bo'lib ketmasligi uchun o'zingizni sohangizdan kelib chiqib turib tavsiyangizni beraverasiz. Shunaqa. Zo'r. Mana bu xonadonimizga ham chiroyli qilib berilgan. Bu ustunlarga rostdan ichida ketadimi aka? Bu ustunlar ichida ketadi. Hali bu bitmagan ish jarayoni. Orasiga mo'ylov gullari bilan. Ha, demak, mo'ylov gullar ham qo'yiladi aka betga. Zo'r. Xo'p, endi aka hozir aytadigan bo'lsak, metri necha puldan boshlanadi? Bu fasonimizning metri 500 mingdan. Joyiga qarab, joy ko'proq bo'lsa, kattaroq bo'lsa, kelishilgan holda qilib o'rnatib beramiz. Masofasiga qaraladi. Hozir betga 500 mingdan bo'lgan. Bu betga 500 mingdan. Eng arzoni necha pul? Eng arzoni 250 mingdan boshlab u yog'i yuqorilab ketadi. Endi 250 minglikdan ham foydalansalar ham bo'ladi, lekin siz tavsiya qilasiz. Jichcha pul qo'shiladi, ham chiroy, ham yana ham xizmati uzoqroq bo'laveradi. Zamonaviy, chiroyli. Zamonaviy. Aha. Keyin bitta narsaga e'tibor beringlar, qaranglar. Materiali qancha qalinlashgan sari, fasonlari va shunga qarab narxlar o'zgaraveradi. Bu yerda usta haqqimiz bir xil holatda turadi, chunki o'z xizmatlarini metrlarga qarab olishaveradi. Bu yerda ko'proq aytishadi, nimaga qimmat bo'lib ketyapti, nimaga arzon. Bu yerda materiallarni sifatiga qarab narxi o'zgarib boraveradi. Shunaqa. Qani yuqqanligiga qarab. Eng sifatli, yaxshi materiallardan ishlatamiz. Xo'p, bu narsalarimizga qanaqa garantiya bera olamiz endi aka? Xo'p, zanglamasligiga 10 yil. 10 yil, servis xizmati 1 yil. 1 yil. Demak, shuna holat. O'zi undan ham ziyoda xizmat qilib beramiz. 20 yil. Undan ziyoda u
turadi, anchagacha turadi, 15-20 yil bemalol turaveradi. Xudo xolasa. Blacksini, mana yiltirashini nur yo'qotmasdan chiroyli holda turaveradi. Demak, o'zini sifatini yo'qotmaydi aka, xudo xolasa. Keyin mana oralarida ham mana bu xonadonimizda yosh bolalar ko'p ekan. Aytay, xudo ko'rsatmasin, boshi qisilib olmasligi uchun hisobga olingan aka. Oralari kichkina qilingan. Sababi aytay, birata bola qisilib qolsa, endi noxush holat bo'lmasligi uchun hisobga olib qo'yilgan, hamma yo'q. Lekin xavfsiz, mana bolalar ham tushib ketmaydi, boshqa bo'lmaydi. Mabodo chiqadigan bo'lsa, har bitta shunaqa joyimiz, pog'onasi 100 kilodan ham ko'taraverar ekan. Biz sinab ham ko'rdik. Endi aka, mana bunaqa joylari chiqib qolyapti, betlarni nima qilamiz Bu hali ish jarayonida tugatilmagan. Bu endi polirovka qilib, yo'qotib, chiroyli qilib demak bilinmaydi aka. keltiriladi. Yo'q, Zo'r. bilinmaydi. Endi aka, kimdirlarda mana tashqari holatga qo'yiladi. Uyni ichiga 2 etaj deylik. Uyni ichiga ham qo'yib berishaveradimi zinaga deganlargacha? Uyni ichiga ham qo'ysa bo'ladi, juda ham chiroyli Chiroyli chiqadi. Uyni ichiga o'tgan safar ham aytganimizdek, tepasi tekstalitli variantlarimiz qo'ysa, undan ham go'zal bo'ladi. Go'zal bo'laveradi. Aytganimizdek, akalarimiz barcha turdagi fasonlar bor. Telegram, WhatsApplardan yozib, bemalol tanlab turib, bundan desalaring, joylaringdan kelib chiqib turib, metr kvadratini hisoblab berilaveradi. Asosiy metrga ishlashadi, chiroyli qilib berilaveradi. Materiallarimiz qayerdan keladi aka? Materiallarimiz Xitoydan keladi. Xitoydan keladi. Xitoyda original narsasi. Xitoyda eng original. Ko'pchilik o'ylaydiki, Xitoy sifatsiz narsa chiqaradi deb o'ylaydi. Yo'q. Xitoy ham sizni berayotgan pulingizga qarab turib, sifatli narsa chiqarib beraveradi. Zo'r. Mana shu holatda ham qo'yib berilaveradi aka. Zo'r. Buni ham har xili bormi? Buni ham yonadigonigacha bor shishalilar. Ha, demak, yonadigan ham qilib berilaveradi. U qanaqa holatda yonadi? Quyosh nuridan energiya olib turib yonadi, pastdan ulab beramiz. Tokka ulab bersa, shundan ham yonaveradi. Hali ushaganda yonaveradi, to'g'rimi? Yo'qsa yonib turadi o'zi bir yonib, xilda. kech paytda o'zi yonadi. Demak, kech paytga dekorativniy bo'lib, chiroyli holatda kamenga o'xshab yonib turaveradi. Zo'r. O'zlaring baho berasizlar. Mana hozir shu yerda necha kunda bityapti endi aka hisobda? Bir kunda, xudo xolasa. Bir kunda bityapti. 15-16 metr joylarimiz bir kunda bitadi. Zakazga qarab turib, hamma yo'g'imiz masofasiga qaraymiz. Yaqin bo'lsa, bir kunda bitadi. Agar uzoq joylar bo'lsa, yo'lga ozgina masofa ketib qoladi. Materiallarni olib kelib, shu yerda o'zida qilib beramizmi aka? Materiallarni olib kelib, shu yerda o'zida Yo tayyor yig'ilgan keladi. Yig'iladi. Ha, demak, shu yerda olib kelib qilinadi. Zo'r, mana akalarimiz ko'rsalar bo'ladi, chiroyli. Xo'p, yana ish narsani sifatliligini qatdan bilsak, mana upakovkada pechatlangan shu holatda kirib kelar ekan. Mana har bittasini shunaqa qilib, nima deydi, o'ralgan holatda kelaverar ekan. Zo'r. Xo'p, mo'ylovlarni ham o'sha ichida qilib qo'yilyapti, shu narxda ichida. Shunaqa. Mana bu tomonimizda ham qaranglar, uzun holatda betda hali chiroyli chiqadi. Mana shu ham bitsa, rosa ham zo'r bo'ladi. Nasib bo'lsa, rasmini tashlab bersangiz aka, qo'yib yuboraman shu joyiga. Xo'p, pastda nomerlar qoldiramiz. Siz musofirda bo'ladigan bo'lsangiz, shu narsa sizga yoqib turgan bo'lsa, uyingizda birata oila a'zolaringiz bo'ladigan bo'lsa ham telefon qilinglar. Qarab tursa bo'ldi, akalarimiz chiroyli qilib berishadi. Pulni muammosi yo'q. Kartaga tashlab bersalaring ham bo'laveradi aka. Bo'lsam pastda nomerlar qoldirdik. Shunaqa Nerjavikadan perela qildirmoqchi bo'lgan do'stlaringga va o'zlaringga sarang qilib qo'ysalaring. Ravshanbekdan oldim deysa aka, oz-moz chegirma qilib beramiz aka. Общий narxdan o'tib beramiz. Rostdan bormi shunaqa bonus? Bor. Akamizga ham o'tib chiroyli qilib kelishtirib berildi. Ha, demak, kelishtirib qilib berildi. Pastda nomerlar qoldirdik. Telefon qilsalaring chiroyli xizmatlarni qilib berishadi.